Eron Xitoydan qo'llab-quvvatlov olmoqda. So'nggi 48 soat ichida Tehronga Xitoydan 16 ta o'ta og'ir harbiy samolyot qo'ngani aytilmoqda. Pekin Vashingtonning har qanday ogohlantirishlarini inkor etib, shoshilinch tarzda ittifoqchisiga muhim yuklar, yuqori texnologiyali uskunalar, radioelektron kurash majmualari va raketa dasturi uchun komponentlarni yetkazmoqda. Bu vositalar Islom Respublikasining mudofaa salohiyatini qisqa muddatda mustahkamlashga qaratilgan. Xitoy ochiqchasiga jarayonga qo'shilib, Yaqin Sharqdagi o'z ittifoqchisini amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlashni boshladi. Pekin Tehronning tezda mag'lub etilishiga yo'l qo'ymasligini va mojaroni cho'zish orqali Vashington va Tel Aviv uchun urush narxini oshirishga tayyor ekanini anglatmoqda. Xitoy yetkazib berishlarining surati va hajmiga qaraganda Pekin yaqin orada mojaroning qizg'in bosqichi boshlanishi haqida ma'lumotga ega bo'lib, ittifoqchisini ehtimoliy zarbaga tayyorlashga shoshayotgani taxmin qilinmoqda.